Assalomu alaykum qadrdonlar. 2025-yil 19-oktyabr sanasida olinayotgan videomiz. Buni ko'pchilik biladi. Bu olma behi bo'ladi. Buni olma behi deyishdan sabab ko'rib turganlardek olmani tusi kelib chiqadi. Buni sizlarga bugun holatini grammigacha ko'rsatib beramiz. 700 salkam 60 gram chiqyapti. Bu degani mana uchalasi xudo xolasa 2 kiloga borib qolaveradi. Mana. Bu tursa-yoq bo'ldi hozir. O'ynayapti mana 1 kiloyi 940 necha gram ham sal o'ynab turibdi hozir. Xudo xolasa mana bu tomonda buni ishonchli ko'chatlari bo'ladi. Ko'chatlarimiz yoshi 2 yoshda do'stlar. Mana holatini ko'rib turibsizlar. Odamdan baland hamda yo'g'onliklari mana barmoqlar holatida bo'ldi. Bu yerda faqatgina behi ko'chatlar emas, bu tomonda mana nok ko'chatlari bor. Sliva bor. Bu tomonlarda shaftoli, o'rik bir 10 xil assortiment ko'chatlar bo'lsa, buning ichida 50 dan ortiq navlari bor. Ishonchli ko'chat izlab yurganlarga videoni tashlab qo'ysanglar, xudo xolasa, ko'chat sezonga ham hech qancha vaqt qolgan yo'q. Mana shu ko'chatlar sveji qilib, ko'chirib, dastavka qilib beraveramiz mana ko'chatlar holati. Bular o'rik ko'chatlari bo'ladi. Mehnatlarga bittadan like bosib qo'yamiz. Bog'bonchiga qiziqqanlarga albatta videoni tashlashga erinmaymiz. Salomat bo'ling.